Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum muhtaram aziz jamoatul muslimin. Boshimizga soyabon bo'lib kirib kelgan 12 oyning sultoni bo'lmish Ramazon oyi barchalaringizga muborak bo'lsin. Bugungi sayyidul ayyom, Alloh yaratgan kunlarni eng ulug'i juma kun ham barchalaringizga muborak bo'lsin. Allohim bu oyni, bu kunlarni ajrlaridan, savoblaridan barchalarimizni Alloh o'zi bahramand qilsin. Muhtaram azizlar, bugungi kunimiz hijriy qamariy sana bilan Ramazon oylarining 3-kunlari 1447-yil hijriy qamariy sanada, milodiy sana bilan 20-fevral 2026-yil. Bugungi juma mav'izamiz Ramazon ezgulik va yaxshilik oyi degan mavzuda. Muhtaram azizlar, Alloh taolo siz va biz ummati Muhammadga o'zining mehribonligi tufayli mana shunday ulug' oyni in'om qildi. Bir oy mobaynida kunduzlarda tutadigan ro'zamizga, kechalarda qiyomul layl qilib o'qiladigan tarovih namozlarimizga azizlar juda katta ajrlar, savoblar va'da qilindi. Va bu oyda qilinadigan xayr saxovatimiz bormi? Sadaqa ihsonlarimiz bormi? Bularni ham ajrlari afzal darajada maqbul bo'lishligini payg'ambarimiz alayhissalom hadislarida bayon qildilar. Va bu oyda 1000 oydan ko'ra yaxshiroq bo'lgan bir kechani Alloh taolo siz va biz ummati Muhammad sallallohu alayhi va sallamga in'om qildi. Boshqa payg'ambarlarning ummatlariga bermagan mana bunday Alloh taolo ulug' oy, ulug' kunlarni siz va bizlarga in'om qildi. Shuning uchun bu oyni qadriga yetib, bu oyda buyurilgan barcha amallarni, kunduzda ro'zador bo'lsak, kechalarda qiyomul layl qilib, bu kunni hurmatini, arkonlarini o'rniga qo'yadigan bo'lsak, azizlar, bu oydan inson onadan tug'ilgandek gunohdan pok bo'lib chiqishlik bashorati ham berildi. Allohim mana shunday darajatlarni hammalarimizga o'zi nasib aylasin. Kunduzlarda ro'zador bo'lamiz. Ro'za tutishlik ba'zan insonni bir oz toliqtirsa-da, lekin bundagi ochlik, ro'zadorda bundagi chanqoqligi insonga bir rohatdek tuyuladi. Chunki banda biladiki, Allohning amri bo'lmish farz ibodatini bajaryapti. Va mana shu qilgan amaliga katta ajrlar va'da qilindi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar: "Man soma Ramazona imanan va ihtisaban, g'ufira lahu ma taqaddama min zambi." Kimki Ramazon ro'zasini iymon, ihtisob bilan tutsa, ya'ni shunga qat'iy ishonch va savob umidida qilsa, uni o'tgan barcha gunohlari mag'firat qilinadi degan bashoratni berdilar. Ana kunduzdagi ro'zamizga qilgan mehnatimizga Alloh taolo mana shunday katta ajrlarni siz va bizlarga in'om qiladi. Chunki bandamiz hayotda nuqsonga, xatoga, ma'siyatga yo'l qo'yamiz. Banda bundan xoli emas. Mana shu narsalardan mag'fur bo'lishligimiz uchun azizlar, mana Alloh taolo siz va bizlarga shunday imkoniyatni berdi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Baqara surasida marhamat qilib aytadi: "Astag'idu billah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun." Sadaqallohul azim. Ey iymon keltirgan bandalar, sizlardan avvalgilarga ro'za farz qilingandek, sizlarga ham Ramazon ro'zasi farz qilindi deydi Alloh. Ya'ni azizlar, siz va bizlardan ham avvalgi o'tgan payg'ambarlarning ummatlariga ro'za tutishligini Alloh farz qilgan ekan. Demak, ro'zani bu ulug' ibodat ekanligidan bashorat.
Payg'ambarimiz alayhissalom huzurlariga bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, menga dinda bo'lgan eng afzal amalni ayting, shuni qilaman" dedi. Rasululloh aytdilarki, "Alayka bisiyam fa innahu la mithla" dedilar. Senga ro'za tutishlikni tavsiya qilaman. Ajr jihatidan buni misli yo'qdir dedilar Rasululloh. Ana azizlar, avvalgi payg'ambarlarning ummatlariga ham Alloh taolo ro'zani farz qildi. Ana siz biz ummati Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ham Alloh taolo avvalgilarga farz qilingandek sizlarga ham farz qilindi dedi. La'allakum tattaqun, shoyatki taqvodorlardan bo'lsangiz, ya'ni taqvo qilsangiz deydi Alloh. Ya'ni azizlar, ro'za bilan inson taqvoni hosil qilar ekan. Ro'za nafaqat yemak ichmaklikdan tiyilamiz azizlar ro'za bo'lib, balki boshqa bir ma'siyat va xatolardan ham azizlar tiyilishligimiz lozim bo'ladi. Chunki bandani agar gunohlardan qo'l bilan, til bilan, ko'z bilan, quloq bilan sodir qiladigan gunohlardan tiyilmasa, payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, uni kun bo'yi och yurganiga Alloh taoloning muhtojligi yo'q deydilar. Ya'ni u banda bu gunohlardan tiyilmasa, faqat kun bo'yi och qolib yuribdi xolos, u ro'za tutmabdi. Chunki u tilini tiymadi, birovlarni ortidan gapirdi, birovlarni g'iybat qildi, yo birovga ozor berdi, yo chaqimchilik qildi va hokazo. Agar ro'zador holida agar inson mana shu narsalardan tiyilmasa, ko'z bilan qilinadigan gunohlar bor azizlar. Mana bulardan tiyilish kerak. Qo'l bilan qilinadigan gunohlar bor. Mana bulardan tiyilish kerak. Bo'lmasa u insonni kun bo'yi och qolib yuribdi xolos. Bunga Allohning ehtiyoji yo'q bu bandani qilgan amaliga. Deb payg'ambarimiz alayhissalom, ya'ni ro'zador kishi mana shunday ro'za tutmoqligini aytib, la'allakum tattaqun oyat kalimasi ham shunga dalolat qiladiki, shoyatki taqvoli bo'lsangiz deydi Alloh. Ya'ni ro'za tutgandan keyin haligi xildagi ijtinoblarni qilib, yemak ichmakdan tiyilish bilan birga axloqimizni ham tuzatib olar ekanmizda ro'za. Ana bir oy mobaynida banda shunga amal qilsa, bir oyda o'zimizni ham ruhiy, ham ma'naviy jihatdan azizlar tarbiyalab olamiz. Ana 11 oyda ana keyingi xulqimiz ham, amalimiz ham, ibodatimiz ham keyingi oylarda go'zal bo'ladi. Shuning uchun aytadilarki, payg'ambar alayhissalomning sahobalari Ramazonga yetishsalar, 6 oy buni shukronasini qilib duo qilardilar. Va keyingi 6 oyda yana duo qilishardiki, Robbim meni yana Ramazonga sog' omon yetkazgin deb sahobalar mana shunday duoni, iltijoni qilardilar deyiladi. Ana azizlar, Ramazon mana shunday ulug' oy. Ramazon-i Sharifni fazilatlaridan biri yana Baqara surasida kelyaptiki, Alloh taolo aytadi: "Astaizu billah, shahru Ramazonallazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas va bayyinatin minal huda wal furqon." Sadaqallohu azim. Ramazon oyi bu shunday oyki, insonlarga hidoyat manbai bo'lgan, haq bilan botilni ajrim etuvchi hujjatlardan iborat bo'lgan Qur'oni Karim nozil qilingan oydir deydi Alloh. Azizlar, Qur'oni Karim siz bizlarga bu hidoyat manbai. Siz bizlarga haq bilan botilni ajratib berguvchi bu manba. Mana shu kalomulloh deydi Alloh taolo Ramazon oyida nozil qilindi dedilar. Ramazon oyida Alloh taolo Qadr kechasida buni xabarini beradiki, Qur'oni Karimni nozil qilganligi. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Biz Qur'oni Karimni Qadr kechasida nozil qildik deydi. Ya'ni Lavhul Mahfuzdan dunyo osmoniga Qur'oni Karim to'laligicha nozil qilindi. Ana payg'ambarimiz alayhissalomga kerakli bo'lgan paytda muqtazoi hol deyiladi.
Mana shunday vaqtlarda Alloh taolo 23 yil mobaynida Jabroil alayhissalom payg'ambarimizga gohida oyat qilib, gohida sura qilib payg'ambarimizga Qur'oni Karimni yetkazib berdilar. Mana shu holat ham azizlar Ramazon oyida bo'ldi. Va Jabroil alayhissalom Qur'oni Karimni har olib kelgan paytlarida Rasulullohga buni ta'limini berardilar. Payg'ambarimiz alayhissalom Qur'oni Karimni ta'limini Jabroil alayhissalomdan o'rgandilar. Jabroil alayhissalom Allohning huzuridan Qur'onni ta'limini olib keldi. Ana Qur'oni Karim azizlar kecha tarovih namozida ham aytdik, ta'lim bilan bo'ladi. Buni o'zi mustaqil o'rganmaydi Qur'oni Karimni. Ustoz bilan o'qiladigan kalomulloh yagona kitob mana shu Qur'oni Karim. Ana payg'ambarimiz alayhissalom har Ramazonda Jabroil alayhissalom kelardilar, birgalikda Qur'oni Karimni o'qishar edilar. Qur'oni Karimni payg'ambarimiz alayhissalom xatm qilardilar. Vafot qiladigan yillarida Jabroil alayhissalom 2 marta keldilar va Qur'oni Karimni 2 bor o'qishdilar. Ana shuning uchun bu oyni Qur'on oyi, Qur'on nozil bo'lgan oy. Payg'ambarimiz alayhissalom mana umrlarining oxirlarida to'liq qilib, mukammal qilib Qur'oni Karimni xatm qilgan oylari. Rasulullohning amallari sizu biz uchun sunnat. Qur'oni Karimni Ramazonda tilovat qilishlik sunnat bo'lsa, ibodatlarda turib buni o'qisa, yana buni savobi ko'p. Ana shuning uchun bu oyni Qur'on oyi deyiladi. Alhamdulillah mana yurtimizda 1700 dan ortiq masjidlarida 3,5 mingdan ziyod qorilarimiz Qur'oni Karimda xatmisida turishibdi. Xatmni o'qib berishyapti. Qarang, 3,5 mingdan ziyod qoriya bir paytlar ma'lum adatda bo'ldi. Ba'zi bir masjidlarimiz qori yetishmasa chet eldan kelib Qur'oni Karimni xatmisiga kelganlar ham bo'ldi. Chetdan yordam olingan bo'ldi. Vaholanki o'sha paytda respublikadan bir 30 ta qoriga ehtiyoj bo'lardi. 30 ta qori topilmay qolardi. Mana hozirgi kunga kelib qarang, qancha qorilarimiz. Bu hozir 3,5 ming deyapmiz. Yana bunga 5 barobar, 10 barobar ko'p qorilarimiz hali bor bu yoqda. Alloh taolo siz bizga azizlar yurtimizga mana shunday fayzni berdi, barakani berdi. Ana bu oyimiz azizlar Ramazon oyi, Qur'on oyi ham deyiladi. Bu ham mana Ramazon sharifni fazilatlaridan biri. Azizlar bu oyda ihson, sadaqa qilishlikni ham fazilati juda katta. Payg'ambarimiz alayhissalomning muborak hadislari bor. Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar. Afdalus sadaqati sadaqatu fi Ramazon dedilar. Sadaqalarning eng afzali Ramazon oyidagi sadaqadir dedilar. Demak, Ramazon oyida ihson qilamizmi? Mana shu biz ihson deymiz, arablarda sadaqa deyiladi. Mana shu amalni qilishligini mana payg'ambarimiz alayhissalom Ramazondagi eng afzal sadaqa dedilar. Shuning uchun qodir bo'lganlarimiz ehtiyoji bor insonlarga, moddiy ta'minoti kam bo'lgan insonlarga albatta bu oyda yordam ko'rsatilsa, hatto shunday rivoyatlarda keladiki, 70 barobar bu savobi ziyoda bo'ladi deydilar. Shuning uchun xalqimizda urf bo'lgan. Misol uchun zakotni yil davomida bersa bo'laveradi. Uni albatta Ramazon deyilmaydi. Qodir bo'lgan kishi bir muddatni belgilab olsa, yanagi yil o'sha muddatda zakotini bersa bo'ladi. Lekin Ramazon oyini fazilati katta bo'lganligi uchun mana bu hadis shariflarga binoan Rasululloh sadaqani eng afzali Ramazondagi sadaqa dedilar u. Shuning uchun juda ko'pchilik fuqarolarimiz zakot beradiganlar mana shu Ramazon oyini mo'ljal qilib olingan, ham bir muddat mo'ljal, ham bu oyda berilganda ajr mana hadis sharifga muvofiq nihoyatda ziyoda bo'lar ekan. Endi azizlar, Ramazon ro'zasini faqat yeb ichishlikdan inson tiyilmasdan yuqorida aytganimizdek fe'limiz bilan,
tilimiz, qo'limiz, xulqimiz bilan azizlar juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. Ayniqsa hozirgi kunda mana ijtimoiy tarmoq, internet bir o'zi dunyo bo'lib qoldi. Hammani qo'lida telefon bor, smartfon bor, bemalol internet orqali turli xil saytlarga, kanallarga kirilyapti. Mana shunda ba'zilarda ko'ramiz, ba'zi insonlarning sha'ni haqida hech tap tortilmasdan unga, ya'ni bir aniq bir dalillik bo'lmagan xabarlarga ishonib ortidan unga har xil so'zlarni yozishlik, uni yomon sifatlar bilan, hatto haqorat qilib, u haqida salbiy bo'lgan narsalarni gapirishlik juda keng ommaviy tarqalib ketdi. Lekin ba'zi insonlar bor, shu narsani qilyapti. Bir kishini shaxsiyatiga tegishlik uchun u haqida noto'g'ri bo'lgan, yolg'on bo'lgan xabarlarni internetda tarqatayotganlar ham bor. Azizlar, bunga avvalo buni tarqatmaslik kerak. Boshqa insonlar bunga qo'shilmaslik kerak. Ayniqsa mana bu Ramazon oyida bu ham o'sha yolg'onga, bu ham o'sha tuhmatga, bu ham bir insonga yomonlik qilishlik toifasiga kiradi, xiliga kiradi. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqda ham juda ehtiyot bo'lishlik kerak. Ba'zilar kirib olib, meni hech kim ko'rmayapti-yu, yo o'ziga bir yolg'on bir taxallusni nomni qo'yib olib, bir yolg'on xabar, birov haqida salbiy bo'lgan fikrlarni bildirib yozayotganlar bor. Bu Allohning huzurida nima qiladi? Allohning huzurida buni bekitib bo'ladimi? U meni tanimaydi-ku deb turib, yo unga qo'shilishlik fikrlari bilan. Azizlar, qiyomat kunida hamma narsa ravshan bo'ladi. Banda hech narsani bekita olmaydi bu yerda. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kimki birovga zarra miqdorida yaxshilik qilsa ham uni ajrini oladi. Birovga zarra miqdorida yomonlik qilsa ham uni uqubatini tortadi banda. Shuning uchun azizlar, mana bu borada ham juda ham ehtiyot bo'lmoqimiz lozim. Saxovat borasida Payg'ambarimiz alayhissalomni vasflarini qilishadi sahoba ikromlar. Ya'ni Rasululloh Ramazon oyi kelganda saxovatlari avval ham eng peshqadam saxovat bo'lsalar, saxovatli bo'lsalar, Ramazon oyi kelganda Rasulullohning saxovatlari nihoyatda jo'shib, serob bo'lib ketadi deyishardilar. Ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadana hina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Qur'an. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlar orasida eng saxiysi edilar, dedilar Ibn Abbos. Ayniqsa Jabroil bilan uchrashib, u zot bilan Qur'onni dars qilishganidan so'ng juda saxovatli bo'lib ketar edilar, dedilar. Ya'ni Ramazon oyida Rasulullohning saxovatlari shu qadar jo'shib ketar ekanki, sahobalar aytishadilarki, Payg'ambar alayhissalomni saxovatlari Jabroil bilan uchrashgandan so'ng yomg'ir olib keluvchi yoqimli shamoldan ham Rasululloh saxovatliroq bo'lib ketardilar deb